endi kitob boshlaymiz. Bizga sineklar kerak bo'ladi. Bunga olimlar shuni pasiyroq. Yulish qiyin kitobini boshlaymiz. Va bu O'lmas Umarbekov yozgan badiiy kitoblari. Masalan, buni o'qib tahlil qilamiz. Va bizga kerak bo'ladi shunaqa stika va bookmark. Va bizga kitob boshlagan vaqtimiz va tugatgan sanamizni yozish uchun shunaqa stiker kerak bo'ladi. Va buni olib, kitobning eng boshiga yopishtiraman. Nima yopishtiraman? Keyin boshidan o'qishni boshlayman. Men bu kitobni kursdoshimdan eshitib, taassurotimni eshitib va buni sotib olganman. Keyin o'qishga qaror qildim. Bundan oldin olgandim, lekin oldingi kitoblarim o'qilmay qolganlar bo'lgani uchun ularni o'qidim. Va bu kitob haqidagi taassurotlarim juda zo'r, qiziq va buni yana o'qib, o'zim uchun yanada yaxshi uchun o'qishga boshlamoqman. Bu kabi suhbatlar kundalik hayotimizning ajralmas bir qismi bo'lib qolganki, xohlasak, xohlamasak tez-tez qulog'imizga chalinib turadi. Ming afsuski, odamlarga baho berishda, ularning qayerda ishlashi va qancha pul borligi inobatga olamiz. Xolos, o'sha odam moddiy boylikni qay yo'l bilan qo'lga kiritgan, umuman ma'naviy boyligi bormi yo'qmi, bunisi hech kimga qiziq emasdek. Go'yo ota-onalar ham badavlat xonadondan sovchi kelganida qizlarini qo'shqo'llab berib yuborishadi. Kuyov mehnatkashmi? Bu taassurotim zo'r, boshidan tashlanib kitob va buni xudo xohlasa qani nechta kunda o'qib tugataman.